Dostlar selam. Seyahatimizni başlaybızmı? Bugün biz kosmosga aşabız. Gittik. Hey, men planetamizni ko'ring. Biz Yer planetasida yashaymiz. Yer shari zo'r ham u shar formasida. Bigrak motor bizning planetamiz. Yashil, zangar, qo'ng'ir tuslar. Bu tuslarning narsa anlatganini bilasizmi? Hozir boshimda silarmin. Ishingizda qoldirsiz do'stlar. Biz Yer planetasida yashaymiz. Mening ko'nglimda narsa bilasizmi? Yo'q. Bilmasangiz obtiramaysiz. Bilmay g'oyib tugil. Delegatlarga g'oyib. Bu globus. Globus Yer sharining kishiytirgan modeli. Anlashyapmi? Illa anlamadingizmi? Anlatam. Mening o'yinchoq mashinam bor. Zo'r mashinaning modeli. Mashinani kishiytirganlar. O'yinda tashlashimda, o'tiranda hamma shunday shab o'yinchoq borga kelgan. Globus Yer sharining modeli. Shu va yo'q okeanlarni, dengizlarni, tog'larni, yig'larni Basın kishiytirganlar da globus ishlaganlar. Ko'rasizmi? Globus kubishincha zangar tusga bo'yalgan. Zangar tus suv, dengiz, okeanlar, planetamizda sovuqlar buyuk ko'p ekan. Yashil tus Yerni anglatadi. Oqko'ng'ir tus bilan tog'larni belgilaydi. Qora do'stlar, men oq tusni ko'rmadim. Globusda oq tus bilan buzuqlarni ko'rsatadi. Do'stlar, men silaganni esingizda qoldirdingizmi? Eydingiz tag'in bir qabatlaymiz. Biz Yer planetasida yashaymiz. Planetamizda yig'alar, dengiz, okeanlar buyuk ko'p. Globus Yer sharining modeli. Bugunga